Hammaga assalomu alaykum. Hurmatli bizni Bazar onlayn YouTube kanali obunachilari. Xo'p, bugun sizlarga klaviaturalarimizni obzor qilib, qanaqa ishlashlari, ovozlari bilan ko'rsatib beraman. Buni qisqa video qilmoqchi edim. Buni baribir klaviaturani qisqa videoga obzor qilib bo'lmas ekan. Shuning uchun sizlarga hozir bizda 4 yoki 5 ta klaviatura bor. Hammasini ochib, notebookga ular svitlari yonishi, hamma narsalarni ishlab ko'rsatib beraman sizlarga. Xo'p. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hop, bu klaviaturalarni boshdan aytib ketaman. Buyurtma qilish uchun bizni bazar-online.uz saytimizga kelasizlar yoki bo'lmasa Telegramdan bazar online shop. Mana shu guruhlardan qidirsalar ham bo'ladi yoki описаниеda YouTube kanalimizda yoki Instagramda izlasalar ham bo'ladi. Hamma yoqda sotsial bormiz. Xo'p, bo'lmasa obzor o'tadigan bo'lsa, bizda T25 Limite degan brend bor ekan. Unaqa brendni o'ylayapman to'g'risi. T25 degan model ekan mana. Buni hozir ichini ochib ko'ramiz, ichida nimalari bor. Xo'p. Kori bo'ladi. Kori biz o'zimiz bonus qilib qo'shib beramiz uni. Ichida o'zi chiqmaydi bu. Lekin biz o'shada mishkasi borligi uchun o'zi hamma klaviaturalarimiz ichida bizning xaridorlar ichida обязательно mana shunday Kori bo'ladi. Hali oddiy 15 milli Kori emas, sal yaxshirog'i bu. Unga nisbatan yaxshirog'i. Bu chiqadi. Hop, bu klaviaturamizdan keyin o'zini maxsus mishkasi ham chiqadi. Oppoq, chiroyli. Mana ko'rishlari mumkin. Ovozlari ham yaxshi. Hop, o'rtasida menimcha display настройкасы bo'lsa kerak. Xo'sh. Ko'rinishi yaxshi. Bu chiqargan klaviaturamiz o'zi. Klaviaturamiz oq ekan adashmasa, oppoq. Chiroyli ko'rinishda. Klaviaturaning ovozi 5 shumlik bo'lsa kerak. Hop, boshqa ishlama chiqmas ekan. Buni korobkasini olib qo'yamiz endi. Kerak emas. Hop. Klaviaturasini D-pad deb qo'yibdi. D-pad bilmaganlar uchun buni bossalaring aqabaqa qilish tezligi, ya'ni mishkan tezligi pasayadi yoki ko'tariladi. Shunaqa настройкасы bor ekan. Bu asosan D-pad настройка ko'pincha o'yin uchun maxsus chiqarilgan mishkalarda bo'ladi, qimmatroq mishkalar. Demak, uni ham sal yaxshiroq o'xshaydi. Xo'p. Dan buni gamerskiy ekan deb olib, kuchli o'yinlarda ishlatmaylar, misol uchun CS:GO, Dota shunaqa o'yinlarda bu mishkalar sal pand berish mumkin, lekin oddiy o'yinlarda, haligi bunaqa tez harakat qilmaydigan o'yinlarda bu mishkalar обязательно chokka ishlayveradi. Lekin uni kuchli katta o'yinlarda bu mishkalar baribir o'z vazifasini to'liq bajarib bera olmay qoladi, chunki bular katta o'yinlar uchun moslashmaydi. Xo'p. Buni RGB'si bo'lishi kerak. Buni ishlatish uchun hozir uni notebookga ulaymiz. Hop. Notebookga adashmasam chap tarafda bo'lishi kerak. Notebook meniki emas, shuning uchun hozir ishxonada odam baylardi. Mana ulandi. Hop, mana ko'rinyapti degan bitta emas, sveti yondi. Buni vetlardan bir salayim bo'ladi. Vetda faqat hop. Faqat o'chirib yoqish bor ekan. Boshqacha turlari qolgan. Svet yaxshi. Ishlayapti. Hop, endi mishkasini hozir D-pad sozlash haqiqatdan ishlaydi. Unda tekshirib ko'ramiz hozir. Hop, notebookga yana bitta port bormi ekan ulashga? Bu tarafda bor ekan mana. Bu tarafiga ko'ramiz. Hop. Mishkamizda ham sveti bor ekan, RGB yonyapti har xil.
DPI hop. DPI ishlar ekan, tezlashib ketibdi o'zi. Hop. Mishka обычный bu qanaqa ofis ishlariga ara-ara deb kontrol braut o'ynab tursiz yoki haligi sekin harakat qiladigan o'yinlar o'ynasangiz, bemalol bu o'yinni bunday o'ynaysiz bo'ladi. Lekin bunaqa tez odam borib keladigan, misol kezgovda shunaqa, kezgovchilar chunki DPI'da asosan past qilib oladi. Ularga chunki past qilsa udobniy, tezdan ko'ra. Counter Braul'da unaqa emas. Braul'da unaqa sekin qilib o'ynalmaydi, tezroq qo'rinadi bunda. Dota'da misol uchun tez aqabaqa borib kelish kerak. Shunaqaligicha bo'lmaydi, lekin qolgan o'yinlarga bo'laveradi. 2-3 o'yinlardacha pamp berishi mumkin. Xo'p, bu klaviaturamiz mana RGB'lari bor ekan. Buni ham RGB'si bor. Buni DPI nastroykalarigacha bor ekan, mishkasini. Shu tarafi plyus. Chunki siz qanaqadir ish qilib o'tiribsiz, ish qilib o'tirgan paytingizda mishka sekinlik qilyapti, hal siz ishingizni sal sekinlashtiryapti. Shunaqa bitishi. Mana shu knopkasini bitta bossangiz, chusuvitilish tezlashadi. Hop. Klaviaturamizni ko'rdik. Endi buni yig'ishtirib olib qo'yamizda, endi keyingi klaviaturamizga o'tamiz. Hop, mana keyingi variantimiz bu qaysi brend ekan? Hop, brendni ko'rib olamiz. Reaku degan brend ekan. Hop, T16 modeli Reaku. Buni ham ochib ko'ramiz hozir. Ichi qanaqa, nimalari bor ichida? Hammasini bitta bir qatordan ko'rib chiqamiz. Hop. Shu biz tarafdan beriladigan maxsus kovrik bu chiqar ekan. Hop. Hop, qo'l og'rimasligi uchun maxsus qo'ygi chiqadi. Qo'llar yana shunday qo'yib olasizlar. Buni hozir qanaqa qilib ishlatish ko'rsataman. Hop, buni ham maxsus o'zini mishkasi chiqadi. Mana buni ham DPI nastroykalari bor. Eng qiziq tarafi, mana shu tarafi metal ekan, anlayman. Hayron qoldim shunisiga. Chunki arzon brend unaqa hamma narsasiga metal qo'yavermaydi. Asosan plastik ishlaydi, lekin bu mana metal qo'yibdi. Aytganimdek qilib sug'ursalaring, mana ichida metal bor. Qattiq metal bo'lsa, atak bor. Arzon brendlarda unaqa narsa qo'yilmaydi hech qachon. Hop. Buni ham shu обычный mishka. Hop, DPI nastroykasi buni ham bor ekan. Hop. Ko'pkada chiqadi. Hop. Buni ochamiz. Bu ham oppoq ekan, xalqlarga. Raiku. Bunda sal ovozi bor ekan. Nargilda yo'q edi. Hop, keyin bunda o'sha karashlar nima yozuvlar, buni hech kim o'qimaydi ham, tushunmaydi ham karashlarni. Hop, kelinglar endi bularni bir chekkaga olib qo'yamiz. Suyaga tasib olamiz. Hop, endi mana buni qanaqa ishlatilinadi? Mana bunday holatda sizlarga hop ko'rinyapti ekan. Hop, bitta ikkita tiqadigan joyi bo'ladi, magneti bo'ladi. Ko'tarasizlarda bitta tiqaganini bunday olib kelsalaring. Hop, mana keldi bittasi, ikkinchisi o'zi avtomatik keldi, mana yopishdi. Mana ishlab o'tirgan paytda qo'lni bunday qo'yasiz. Qo'llaringni hop, buni ishlatib turgan payt qo'lni mana qo'l tozalab olish kerak. Nimaga? Chunki bunga oppoq narsa kir o'tib qoladi. Oq klaviaturaning minus tarafi shu. Agar kir qo'lingiz bilan kelib klaviaturani bosib o'rsangiz, anaqa paytda ishlab turgan paytingiz yoki o'ynab turgan paytingiz, ko'chadan kelib nimadir ushlab kelib buni ushlab olsangiz, kir o'tib qoladi bunga. O'shaning uchun buni ishlatib turgan paytda обязательно qo'lingizni yaxshilab yuvib olsangiz, klaviaturangiz maksimal darajada oppoq turadi. Agar qo'tirib qolgan bo'lsa, qo'pollayotganda вообще bu klaviatura g'alati ko'rinadi. Shuning uchun mana shuni ishlab turgan payt yoki olib tashlaysizlar yoki qo'yib olasizlar. Asosan ish qilib turgan payt qo'yib olsangiz,
lekin o'ynab turga bit qo'ysa ham bo'ladi. Kimga qanaqa? Men misol o'ynab turga bit buni qo'ymayman. Chunki nimaga? Buni plastmassaligini hisobiga betga tegib tursa ham, baribir qo'lda og'ritadi. Buni yechimi nima? Buni mana shu yerga yumshoqroq gubka yoki biron bir narsa qo'yib olib turib qisalaring, ana shunda sizlarga plyus berishi mumkin bu narsa. Va to'g'risi bu hozir unga qo'ysangiz nima, unga qo'ydiling baribir qo'llar og'riydi. Bu narsa menda bo'lgan, o'shaning uchun metga nimadir narsa tiktirib olsalaring, o'sha bunday qilib qo'yasizlar, ustiga qo'lni qo'yib olasizlar, bo'ldi, mana shunday qoladi, mana shu ishlatib o'tiraverasizlar. Xo'p. Kelinglar, uni ham mesela ulab va svetlarini bir ko'ramiz, qanaqa svetlari bor ekan. Bunday adashmasam, RGB cho'la o'chmayapti, faqat bitta RGB yonib turibdi. Hop, mishkani ham ko'rsatishim shart emas. Bu ham xuddi o'sha RGB har xil yonib turadi faqat. Men DPI настройкасida ulab ko'rsatishim shart, chunki noli xuddi shu mishkani ko'rsatdi. Bu boshqa variantga, bu boshqa variantga qoladi. Ikkitayda metal xolos. Xo'p. Og'irligiga keladigan bo'lsak, u klaviatura bilan klaviatura og'irligi o'rtacha og'irlik, ya'ni yengil ham emas, og'ir ham emas, o'rtacha normal og'irlik, bemalol. Mana shunday holatda ham mana ko'tarib turaverasizlar. Og'ir klaviatura bas bilan. Hop, bitta og'iri bor. Uni hozir mana shundan keyin shu og'irini ochib ko'rsataman. O'zicha og'irroq. U haqiqiy o'yin uchun mexanический bo'ladi. Bular mexanический bas bular. Chunki metlar ko'chmaydi mana. Ko'rsangiz sinib chiqaveradi. Hozir masalan, bundan keyin hozir haqiqiy o'yin uchun ikkita klaviaturamiz bor, mexanik shular ko'rsataman hozir. Ularda ovozlari endi ovozi juda baland, lekin ular mexanический bo'lgani uchun bosganlarida shiqir-shiqir qilib ovoz chiqaradi. Bunda ham bor. Bu oddiy, u mexanический ovoz. Hozir uni bir eshitqizamiz. Xo'p, buni mana joyga solaman-da, keyingi klaviaturaga o'tamiz. Hop. Keyingi mana bu klaviatura to'g'risi o'zimda ham bor. Men xuddi shuni qorasidan olganman. Xuddi o'zimizga, ya'ni o'zimizga kelgan tovarlarning ichidan yoqib qo'ygan mana shu klaviatura. Chunki kezga o'ynaydigan odamlar biladiki, bu klaviatura qancha kichkina bo'lgan sari shuncha udobli. Chunki siz mana shunday holatda o'ynagan paytingizda sizga u xalaq bermaslik kerak, chunki mishka haqida surish bor, mishga tegib qolish, qorningizga tegib qolmaslik kerak. Uni kezga o'ynagan odamlar tushunadi. O'shaning uchun menga eng kichkina klaviatura kerak edi. Men mana shu klaviaturaga rasm qilib o'tirgan paytda mana shu klaviatura yoqib qo'ygan, qorasini olganman. Eng zo'r variant shu. Ishlashi ham zo'r. Hop, mana buni bu klaviatura kichkinaligi hisobiga обычный klaviaturada 100 dan oshiq knopka bo'ladi. 64 ta knopka bor. Bu yerda kamida 40 tadan oshiq knopka yo'q. Shu qisqaligini hisobiga. O'shaning uchun bu yerda kombinatsiyalar yozib bergan. Qaysi klaviatura o'rniga bu yerda funksiyani bosasizlarda, men ishdan bossalarda shu knopkani vazifasini bajarib beradi. Ya'ni ichida programma bor. Ichida chipi bor buni. Shu chip orqali shu bosganlaringiz shu vazifalarni bajaradi. Shuning uchun bu yerda varaqchasi bor, yo'qotib qo'ymaysizlar buni. Atay bitta o'rganib olsalaring shartdan emas u. Hop, keyingisi ichidan chiqadigan zapaskalar chiqadi mana. Qimmatligini chetdan bilintirsa bo'ladi. Mana shunaqa zapaskalar chiqadi. Hop, bitta enter chiqyapti, bitta eska chiqyapti. Eska nimaga qo'ygan bilmayman, lekin hop, bitta eskasi boshqasi bitta ekan, bitta oq eska chiqdi. Bitta enter. Shu klaviatura chiqaradigan. Shunda bosib turib tortasizlarda. Xohlasani switch remont qilsa ham bo'ladi, iplansalarning shunaqa narsalar qilishga udobli. Hop. Bu chiqadigani. Hop, klaviaturamiz endi o'zi dizayni ham вообще zo'rda. Вообще zo'r dizayn. Yengil-da, mana qarang. Ikkita barmoqchamda mana bemalol ko'tarib tursam bo'ladi. Yengil, вообще yengil. Og'ir emas.
Ovozlari ham mana eshitib ko'ringlar. Start mana sakrash. Ovozi ham zo'r. Maza qilishib qo'yasizlar. Ovozni o'ziga kelib qilib berasizlar. Hop. Buni ichidan ko'p narsa chiqmaydi. O'sha zapaskasi, varag'i, simi, klaviatura o'zi chiqadi. Simi где-то bir 1 metrga yaqin. Buni ochib ko'rsatmayman, chunki yig'ish qiyin buni, juda katta. Hop, Type C chiqadi bu yerda. Uchi Type C, orqasi USB chiqadi. Hop, ulash joyi mana yerdan, ulaysiz. Misol, ko'p kompyuterxonalarda shunaqa Type C bo'lib ketgan. Shuni mana shuni o'zini ko'tarib yuborasizlarda, men yerga tiqib turib ular ketsalar ham, o'ynab ketsalar ham bo'ladi. Ko'p shunaqa qilaman. Bizda kompyuterxonada shunaqa. Imенно bu basi boshqacha kattaroq bo'lsa, unda manetlari, knopkalari ham bor. Bunda yo'q ko'rgan bo'lsang. Mana bu yerda F'lari ham yo'q, mana yerda F1, F2lari ham yo'q. Bu yerda 1 2 3 4 F'larni mana yerda men bilganim faqat mana shu funksiyani bosib turib, ishdan bossalaring, bular F ga aylanib qoladi. Qo'yib yuborsalaring, oddiy bir tushib qoladi. Xo'p. Buni RGB'sini yoqib ko'rsataman. Chunki men RGB'si ajoyib. Narigi klaviaturaga nisbatan bu chiroyliroq yoqadi sal. Hozir qorong'i bo'lmagani uchun ko'rinmayapti. Ne qilib o'chirasizlar, ne qilib yoqasizlar. O'chirasizlar, yoqasizlar. Shunaqa. Har xil sveta o'chib yonib, har xil bo'lib turadi. Narigilarda bilgan bo'lsalaring, undan o'chib yoqardi, lekin svetni o'zi yonib turardi. Unaqa emas. Bunda svetlari har xil joylarda yonib, o'chib shunaqa bo'lib turadi. Shu tarafdan chiroyliroq. Ya'ni faqat lampani yoqib qo'yganman-ku, yonib turmaydi, har xil bo'lib chiroyli bo'lib erishiladi. Bu zo'r. Buni kimga tavsiya qilsam bo'ladi? Endi gaming sohasiga kirib kelgan odamlarga, endi o'yin o'ynamoqchi bo'lganlarga, budjetni, lekin arzon ham emas, lekin qimmat ham emas, lekin qimmat effekt beradigan klaviatura so'rashsa, mana shu klaviaturani aytaman. Bu klaviaturamiz narxi hozir hisob-kitob qilingani yo'q, chunki bular endi keldi. Hisob-kitob qilingandan keyin narxi chiqadi. Narxi lekin qimmat ham, lekin arzon ham emas. Shu tarafni aytib qo'yay. Bitta hozir klaviaturalarni hammasini ko'rsatgan bo'lsam, ichida eng qimmati mana shu turadi ekan. Bundan qimmat chiqib qolmasa, yana ham bilmadim, lekin eng qimmat mana shu bo'lishi aniqroq. Chunki bunaqa narsalarga arzon bo'lishi ham, eng qimmat bo'lishi ham bu legitimiy bo'ladi. Shuning uchun mana o'zim olganim uchun sizlarga tavsiya qilaman bu narsani. O'zim olib ishlatyapman. 3 oydan oshiq ishlab turganimda, hali biron marta birorta knopkasini alishtirganim yo'q. Menda даже olgan patimni zapaslari ham chiqmagan. Bitta buni o'sha sug'uradigani chiqqan, zapaskasi chiqmagan. Sizlarga hozir zapasi ham chiqar ekan. Xo'p. Bu T-Volt, bilasizlar, bu brendni eng arzon ishlab chiqaradigan, lekin sifatli ishlab chiqaradigan brend bo'ladi. T-Volt T60 modeli. Korobkasi ham mana kichkina, qisqagina, maza qilib ishlatgani zo'r. Hop, bo'lmasa buni klaviaturaga yig'ishtiramiz-da, keyin klaviaturamiz, ya'ni aytib qo'ygan og'ir klaviaturaga o'tamiz. Hop, mana aytgan og'irroq klaviatura, bu og'irroq bu. Turishi ham katta, ko'ryapsiz, ikkitali ochyapman. Narigalarda bitta manet tutgan, unda ikkita ochyapman. Katta chunki. Tushunishlaring uchun. Mana ko'ryapsizlar. Bunday qilib ko'tarishchi og'irroq sinib ketishi mumkin. Og'ir deganda yarim kilo deb tushunmanglar. Sabab 300-200 gram chiqar qilib, ularga nisbatan og'ir demoqchiman. Buni hisobga olinglar. Olib, yengil ekanu deb ko'tarib. Hop. Buni ichidan hech narsa chiqmaydi. Hop, buni ichidan mana shu qog'oz chiqadi, kovri bo'ladi ichida bitta. Shu tomon kovri yo'q ekan, qo'yib beramiz ichiga. Hop.
buni korotkasi ham ajoyib. Hop, buni uchiga olib qo'yamiz. Hop. Bunda ovozi bor. To'pani qo'yaradi, hatto bo'lsalar, ovozi bor, mexanik. Hop. Buni ham knopkalari osaling bo'ladi, chunki switchali bu. Mana. Switchasi bemalol o'zlaring usta bo'lsalaring. Buzilib qolsa, misol sotib olib turib, mana olasizlar. Mana chiqdi mana. Olib turib, o'rniga boshqa qo'yasizlar. Qatar to'g'ri qo'yib qo'yasizlar, mana bo'ldi. Leboy olinadi. Leboyni olib olaveradi. Qolganligini olasizlar bo'ldi. Switchali bu. Shu alishtirish uchun oson qilib. Hop, buni ham sveti xuddi hozir nonni ko'rsang kichkinam bilan bir xil. Sveti har xil joyda har xil yonadi, ya'ni rejimlari yo'q uni. Shu har xil joyda har xil RGB bilan yonib turadi. Xuddi shunaqa. Buni hamma knopkalari bor, shu birinchi ishlarda knopka bilan, nampadlari ham bor. Dotachilar ko'proq, Dota 1, Dota 2 o'ynaganlar nampad ko'proq ishlatar ekan, bularga nampadi bormi? Demak, o'sha odamlar bosib ishlatsa bo'ladi. Ya'ni nampad ko'p kerak bo'lgan odamlarga bebajolat mana shuni olsa bo'ladi. Mana игровой ishga ham ketaveradi, o'yinga ham ketaveradi, nampadi bor mana hamma narsani cho'q ishlaydi. Xo'p, orqasini ko'tarib qo'ysalar bo'ladi buni. Orqasini dizayni juda chiroyli ekan. Hop, Terminator G1 ekan bu. Modelni o'qimabmiz. Terminator G1 ekan. Hop, buni ham o'sha o'yin uchun olsalar bo'ladi, ish uchun olsalar ham bo'ladi. Ikkalasi ham ketaveradi. O'yinga ham chidab beradi. Hop, switchani minus tarafidan bitta narsa, switchani qattiq bosib bo'lmaydi. Leboy eng qimmatlisi ham switchani qattiq bosadigan bo'lsangiz, bu misol bu 1 oyda ichida buziladigan bo'lsa, qimmati 3 oyda buziladi. Switchani qattiq bo'lgan qilib azartda bosib bo'lmaydi. Chunki misol yengil bossangiz ham, sekin bossangiz ham bitta vazifani bajaradi. Agar siz buni qattiq bosib, hali urib, shunaqa narsalar qilgan switchga ketib qoladi. Switch chunki nozik narsa. Hali arzon klaviaturlar ursalar, ichida unda bunday qilib uzungina oddiy millimetr ham chiqmaydigan anaqa bo'ladi. Rezinka bo'ladi. O'shanga bunday bosilgan bir buyruq bajaradi. O'shani hisobiga o'yinchimchiga hali buzilmaydi, lekin cho'svetilib sekin. Bu switchdan kuchayotgan narsamga borgani uchun, alada switch borligi uchun qattiq bosib bo'lmaydi bu. O'shaning uchun olgan paytlaring yengil, iloji boricha birovga bermasdan, birovning ustiga o'tirmasdan, buni ustida ovqat yemasdan, narsa yemasdan, suv ichmasdan o'ynasalaring ancha xizmat qilib beradi. Agar o'sha aytgan narsalarni qilmasalaring, bir kilometr uzoqqa bormaydi. Zavod tarafdan ko'pincha 10 million, 20 million marta bosishlarga garantiya beradi-da. Lekin biznikilar olatda bunaqani qattiq bosadi yoki bunaqani bosadi azartda ketadi keyin bu. 10 million, 1 million qisqarib boradi, oxiri bir 5 millionda bosganingizda o'zi tinchiydi. O'shaning uchun buni olgandan keyin switchali o'sha mexanik klaviatura bo'lsa, raqasini qattiq bosmaydi. Chunki biz kompyuterxonada ishlagan paytimda odamlar switchasini qattiq bosardi, kinaqa qilib berardi. Switchani kuydirib berardi yoki buzib berardi yoki azartda qattiq bosib ishlagan qilib berardi. O'shaning uchun switchali klaviatura olganda shu narsaga e'tibor beraylik. Hop. Ham switchaliga suv to'kilib ketsa tuzatish juda qimmat tushadi ekan. Tuzatib bo'lsa o'shanda. Shuni hisobga oling. Hop. Hamma klaviatura narxini biz o'sha saytimizda, guruhimiz, Instagramimizda topsalaring bo'ladi. Bizning botimiz ham bor. Bizda hamma narsa saytda, botimiz, saytimiz, hamma narsamiz bor. Guruhimiz, kanalimiz. O'sha kanallarimizdan birontasida iloji boricha hammasiga chiqaramiz. Qaysidir qolib ketishi mumkin. Shu hammasiga kirib chiqasizlar. Agar hech qaysi saytimizda, hech qaysi kanal topolmasalaring, bizga mana shu obzordagi klaviaturadan bormi desalaring, biz topib beramiz. Sotuv tugab qolgan bo'lishi mumkin. Biz narxini ham shunday chiqaramiz. Bu narxlar hali hisoblangan bu. Shuning uchun narxini aytolmayman, lekin
200 mingdan qimmat chiqadi. Undan ham qimmat 400 ga ham borishi mumkin. Lekin 400 dan o'tmaydi. 400 ga boradi, lekin o'tmaydi ham. Uch taraflarini aytishim mumkin. Xo'p, buni yig'ishtiramiz. Oxirgi bitta klaviaturamiz qoldi. Shuni ham solib olamiz. Hop, bizni oxirgi brend Hanfox K82 brend ekan, modeli. Hop, ichidan o'sha kombinatsiyali o'sha funksiyalarini yozib qo'ygan. Nimani bo'lsa nima bo'lishini kitobchasi ichida. Ichidan kovrik chiqadi. Hop. Bu klaviaturamizni обычный klaviaturaga o'xshaydi. Buni plyuslari ovoz ko'tarib tushirgan joyi bor. Yerdan RGB'lar nastroykasiz bo'ladi. Uni ustiga bossangiz RGB alishadi, ya'ni o'sha yonishi, qatdan qatga yurishini moslasa bo'ladi. Hop. Bunda ovoz yo'q, beshshumli bu, ovoz chiqarmaydi. Hop, bu sevichali emas, bu oddiy bu. O'yin uchun ham, ish uchun ham ketaveradi. Bu sevichali emas. Shuning uchun ovoz yo'q bunda. Ketaveradi. Beshshumli. Hop. Simli bo'ladi. Simliga где-то 1 metrga yaqin. Buni o'yinga ishlatsa ham bo'ladi, ishga ishlatsa ham bo'ladi, hamma narsaga ketaveradi, universal. Buni plyus taraf shu ovozni ko'tarsa bo'ladi, tushirsa bo'ladi. O'yin payti bemalol o'sha ovozni ko'tarib tushirib olsa ham bo'ladi. Plyus taraf shu. Kino ko'rganlarga ham plyus taraf shuki, o'sha kino ko'rib o'tirgan paytingiz sekin eshitishni durab qo'yib, ovoz pastga ko'tarsalar ham bo'ladi. Plyus taraf shu. Hop. Klaviaturalarimiz tugadi. Eng oxirgi klaviaturamiz shu edi. Hop, bularni o'sha aytganimdek buyurtma qilish uchun bizning saytimiz, Instagram, Telegram guruhlarimiz bor. Hammasiga kirib, shu klaviaturani buyurtma bersalar ham bo'ladi. O'sha silkalar aytganimdek описаниеda bo'ladi. Hamma ma'lumotlar shu yerda bo'ladi. Telefon qilib yoki o'sha guruhlarimizga buyurtma bersalar ham bo'ladi.